Azizim, sizni yig'lab uxlagan kechalaringizni faqat Alloh va o'zingiz bilasiz, to'g'rimi? Hech kim xabardor emas. Qarang, agar siz hamma dardlaringizni ichingizga yutadigan bo'lsangiz, hech kimga chiqarmaydigan bo'lsangiz, faqatgina siz o'zingizga o'zingiz qilgan bo'lasiz. Ya'ni o'zingizga kasal orttirib olgan bo'lasiz. Agar siz hozir mana farzandlaringizni dunyoga keltirdingiz, aytishadi-yu, o'zbeklar yemay, ichmay farzandimga qildim, o'zim kiymadim, yemadim, ichmadim deyshadi. Siz hozir farzandingizni o'ylayapsiz, yaxshi o'qitish haqida, yaxshi joyga kirgizish haqida. Biz ham, men ham ayol kishiman, men ham onaman, 3 nafar farzandim bor. Xuddi sizdagi holatlarni men o'zim ham boshimdan kechirganman. Endi qarang, hozir siz o'zingizni eng oxirgi o'ringa qo'yib, yig'lab kunlaringizni o'tkazasiz, ichingizdagini ayta olmaysiz, emotsiyalaringizni bildira olmaysiz, xohish istaklaringizni bildira olmaysiz. Mayli hozir emas, mayli keyin, mayli hozir mashinasi o'tvasin, mashi anaqasini to'lab olaylik, mashi xarajatini qilib olaylik deb o'zingizni kasalingiz bormi, ehtiyojingiz bormi, kiyim-kechagingiz bormi, xohishlaringiz bormi, hammasini yuragingizga tub-tubiga ko'mib qo'yasiz, to'g'rimi? Endi qarang, agar siz hozir ichingizdagilarni aytmasangiz, sizda nima bo'layotgani, kasalingizmi, boshqasinimi vaqtida oldini olib, bartaraf qilmasangiz, siz bu farzandlarning kamolini kim ko'radi? Hozir siz farzandlaringizni kamolini ko'rish uchun hozirdan siz uje poydevor yaratib, kelajagingizni qurmasangiz, sog'lig'ingiz haqida o'ylamasangiz, ertaga onajon yuring, shuncha meni o'qitdingiz, shuncha menga vaqtingizni, mehringizni, pulingizni sarfladingiz, umringizni sarfladingiz. Men sizni endi zo'r joylarga olib boraman, zo'r restoranlarga olib boraman, hajlarga, umralarga olib boraman deganda sog'lig'ingiz ko'tarmasa, unda nima bo'ladi? Shuni tasavvur qildingizmi? Uning uchun siz hozirdan o'zingiz haqida o'ylab, bilasizmi? Farzandga har doim baxtli ona kerak. Baxtsiz, kasalmand onani ko'rgan bola tushkun kayfiyatda yuradi. Qachonki siz baxtli bo'lib, kulib, yaxshi kayfiyatda yursangizgina, o'sha narsa sizni farzandingizga ham o'tadi. Shuning uchun avval biz o'zimizni baxtli his qilishimiz kerak. O'shandagina biz baxtli farzandlarni kelajakka tayyorlaymiz. Qarang, siz birinchi o'rinda o'zingizni ehtiyojlaringizni, emotsiyalaringizni bildirishni bugundan boshlashingiz kerak. Siz qalbingizni tub-tubiga ko'mmang. Qachonki siz yuragingizga, ichingizga yutursangiz, u bir kun kelib katta shar bo'lib, paq etib portlaganda, o'shanda yomon holat bo'ladi. Ko'pchilik sizni qabul qila olmaydi. Chunki siz hamma emotsiyalaringizni ichingizga yutib yurgansiz, siz ko'rsatganingizda hech kimga yoqmaysiz. Shuni esingizdan chiqarmang. O'shaning uchun hammani o'sha nima yoqyapti sizga, nima yoqmayapti, sekin-sekin tayyorlab borishingiz kerak. Siz ham insonsiz, siz ham Allohning bir mo'jizasiz, bandasiz. Bu sizni emotsiyalaringizni ko'mish uchun siz dunyoga kelib, turmushga chiqib, farzand dunyoga keltirmagansiz. Siz ham bir shaxssiz. O'zingizni o'zingiz emotsiyalaringizni bildirib, xohish istaklaringizni bildirishga haqqingiz bor. Shuning uchun hozirdan boshlab hammani o'zingizni hurmat qilishga, sizni ham nima desa bo'ladi, fikringiz bilan qiziqishga, nima xohlayotganingizni so'rashga uje hozirdan boshlashingiz kerak. Farzandlaringizni uje boshlagan bo'lishingiz kerak. Keyinchalik misol uchun hozirgi qizlarimizni, kelinlarimizni nima desa bo'ladi? Bizni xizmat qilganimizni, boshqa qilganimizni, emotsiyalarimizni bildirmaymiz. Mayli keyin deymiz, lekin hozirga kelayotgan avlod shartta o'zini xohishlarini aytadi. Misol uchun siz quda bo'ldingiz, qaynona bo'ldingiz, farzandingiz kelin olib keldi. Agar keliningiz menga mana bu kerak, men bunaqa bo'lishi kerak, men bitta bunaqa bo'lishi kerak emas desa, o'sha narsani uje singdiriladi oilaga. Keyin aytasiz siz, men yoshligimda shunaqa narsalarni bilmagan ekanman deb afsuslanmasligingiz uchun hozirdan uje xohish istaklaringizni bildirishni o'rganing.